Uchburchakning noma'lum burchagini toping. Biz s'ni topishimiz kerak. Bu yerda burchaklarimiz noma'lum va bizda mavjudki 3x qo'shilgan 10 va 110 ayrilgan 2x mana shu burchaklarimiz qiymatlari mavjud va bular bizda vertikal burchaklar hisoblanadi va biz bilamizki vertikal burchaklarimiz bu har doim teng. Demak, 3x qo'shuv 10 ga 110 ayru 2x imiz teng bo'ladi. Bunda ayrilgan 2x qo'shish bo'lib o'tsa, bizda jami 5x bo'ladi. Qo'shilgan 110 ikkinchi tomonga ayirish bo'lib o'tadigan bo'lsa, 110 dan 10 ni ayirsak, javobimiz 100 bo'ladi. 5x imiz 100 ga teng bo'lsa, demak bu x ning qiymati 20 gradusga teng degani. X imiz 20 bo'ladigan bo'lsa, 80 ayrilgan 20 bu 60, 110 ayrilgan 2x bu 110 ayrilgan 40, ya'ni bu 70. Endi esa biz s'ni topishimiz kerak. Bilamizki, uchburchakning ichki burchaklari yig'indisi bu 180 ga teng. Demak, 60 qo'shilgan 70 va qo'shilgan burchagimiz s bu jami 180 gradusga teng bo'lishi kerak. 60 ga 70 ni qo'shsak 130 va 130 ga 50 ni qo'shadigan bo'lsak bizda 180, demak s burchagimiz 50 gradusga teng.